Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Qo'qondagi do'konimizga ko'pchilik obunachilarimiz so'rab turishdi. Yuzlik salarga suvni so'zlaringizdan olib keling deb turishdi. Xudo xolasa do'konimizga 100 talik salarka motoriga ishlaydigan suvni so'zlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, qisqacha ma'lumot berib, narxlarni aytib o'tib ketamiz. Videoni boshlamasimizdan oldin kelib, videoga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Kimga shunaqa suvni so'zlarimizdan kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib zakaz qilishlari mumkin. Xudo xolasa dastlabkilarimiz bor. 12 ta viloyatgacha yetkazdirib beramiz dastlabkilar. Kelishilgan holda undan biz tanishtirishni boshladik. Bu suvni so'zimiz Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan 100 lik bo'ladi. Motorlarga keladigan bo'lsak, bular bizning motorlari 186 bo'ladi. 14 ot kuchiga ega. Salarkali sifatlari o'ta ideal holatda ishlab chiqarilgan. Salarka rasxodi soatiga kelib 1 litrdan 1 litr 200 gacha soatiga salarka rasxod qiladi. Bunimiz kelib ham kalitga zavod bo'ladi, ham rushnoy zavod qilib ishlasalaring bo'laveradi. Bunimizdagi kalit bo'lmaydi, knopkasi bo'ladi. Knopkasini bossalaring bemalol qo'shib zavod bo'laveradi. Motorlarga kelib 1 litr 200 aptol quyiladi. Salarka filtrlarigacha qo'yilgan ko'rishning mumkin. Sifatlari ham o'ta ideal holatda ishlangan. Ramalari ham baquvvat qilib ishlangan. Boklarga keladigan bo'lsak, boklari 15 litrlik katta boklardan qo'yilgan. Bunimizning ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, bunimizning ma'lumotlari mana 100 lik suvni so'zimiz akalar, soatiga 96 tonna suv chiqaradi. 1 soatda 8 metr chuqurlikdan sug'urib oladi. 21 metr uklon. O'lik uklongacha 21 metr uklongacha bemalol otib yuradi. Tekis bo'lsa kelar 500 metr, 700 metrgacha bemalol suvni olib ketsalaring bo'laveradi. Boklari ham anchagina katta holatda qo'yilgan. Ko'rishlar mumkin. Sifatlari o'ta ideal holatda ishlangan. 100 lik bo'ladi. Akkumulyatorlari ham shu katta akkumulyatordan qo'yilgan, starterlari ham ko'rishlar mumkin. Anchagina katta starterdan qo'yilgan. Akkumulyatorga mana 100% to'y beradi. Umuman o'lib qolmaydi. Datchiklargacha qo'yilgan. Ham kalitga, ham rushnoy zavod qilib ishlasalaring bo'laveradi. Vozdux filtrlarigacha qo'yilgan, mana ko'rishlar mumkin. Sifatlari o'ta ideal holatda ishlangan, Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, bunimizning narxi 4,950 ming so'mdan do'konimizga kelib xarid qilishlari mumkin. Xudo xolasa dastlabkilarimiz bor. Kelishilgan holda yetkazdirib beramiz. Shu videoga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'ldim degan klientlarimizga ham xudo xolasa chegirmalarni qilib beramiz. Kimga shunaqa suvni so'zlarimizdan kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib bemalol zakaz qilishlari mumkin. Xudo xolasa yetkazdirib beramiz.